Mana to'yimiz ham bo'ldi. Endi uyda harakatini qilamiz. Ha, to'g'ri, qachongacha bizni uyimizda yashaymiz? Yana shu 1 oycha, 2 oycha ishlay, albatta uy olamiz. Ko'rding, ikkovimiz ham pul yoqqanmiz. Короче, uy olib ketamiz. Ungacha bironta bahonalar topib tursang, o'ta go'zal va yaxshiroq bo'lar edi. Ha, albatta topib turaman. Как раз menda bitta bahona bor edi. Shuni aytsam oyim yaxshi ko'nsa kerak. Ha, unda men bo'lmasam ishga ketdim. Yaxshi qol, yaxshi o'tiringlar. Короче, ishlaringizga omad. Xo'sh, mana shu yerda endi sizlarga ochdik. Sizlarni tabriklayman. Ana endi sizlarning o'z xonangiz bo'ladi. Xullas, mana shu yerlar sizni territoriyangiz hisoblanadi. Mana mashq uchun joylar, xonalar qurdirib qo'yganman. Albatta qullarga qurdirdim. Xo'sh, o'g'lim, senga kattakon rahmat. Uchalamizni ham nomimizdan. Ha, yaxshi ustoz Farmonov. Unda siz ko'chaveringlar, men ketdim. Unda men o'z ko'rpa-to'shaklarimni olib o'z xonamga joylashib olaman. Bitta senda bormi ko'rpa-to'shak? Xo'sh, davom etamiz. Maktabga keldim deb darsga kelmasa, yonida yo qalam, daftar bo'lmasa, qanaqa qalam, qanaqa kelmasa, bu yerda kitob deyilgan. Ustoz Farmonov, Adhamni alfa chaqiryapti. Men ham unda sen bilan kiraman, o'g'lim. Ha, kiravering. Xo'sh, Adhamni nega chaqirding? Men unga she'r yodlatayotgan edim. She'rni qo'ya turing, unga muhim topshirig'im bor. Xullas, bizning davlatimizning, ya'ni Eshonistonning 28-qishlog'ida 3 kuyov paydo bo'libdi. Xullas, men sizlarga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Hech buni nimaligini topa bilasizlarmi? Menimcha bu havoda uchib turadigan oyna. Shunday desa ham bo'ladi, ammo bu boshqa narsa. Shunga ham aqling yetmaydimi? Bu axir sehrli oyna-ku. Da, bunday desa ham bo'ladi. O'zbekcha gapir, tilni uvoliga qo'ygur. Ha, bo'ldi. O'zbekcha gapiraman. Xullas, bu uzoqdagilarni kuzatib turadigan narsa. Xullas, bu narsa bilan biz uzoqdagi odamni xohlagancha bog'lanib, uni kuzatishimiz mumkin. Undan ko'ra, ana u kompyuterdan kuzatsak bo'lmaydimi? Bo'ladi, lekin u yergacha kim radar qo'yib keladi? Seni aqling joyidami? Hozir esa sen borib uni o'ldirib kelishing kerak bo'ladi. Okey, qilamasdan o'zbekcha gapir deyapman senga. Ha, bo'ldi, endi adashmovchilik ham bo'lib turadi. Jonga tegib ketasiz. O'zbekcha gapir. Mana gapiryapman-ku, qarovchini o'rniga xullas qo'yib. Sen hozir menga eyo beyo baqiryapsan. Seni kim katta qilganini unutma. Ha, uzrasiz, ustoz Farmonov, boshqa qaytarilmaydi. Da, rostdan ham ahvol chatoq. O'zingni tilingda gapirdim, million marta aytyapman, sen padaringga. Mana magazin qayerda ekan? Assalomu alaykum. Xullas, men mana chig'anoqchalarni olmoqchiman. Qancha turadi? Bu chig'anoqchani bittasi 32 stak turadi. Unda men borish va qaytishga 64 stak berib ketaman. Zumradda maylimi, bo'ladimi? Aha. Mayli, sizga ziyodi bilan beraman. Men bugun boyman. Men bugun juda ham katta missiya oldim. Shuning uchun sizni mana shunaqa boyliklar bermayman. Mana bu qorasini olaman. Короче, men ketdim. Nauchilisni o'g'irlab ketish xayolingizga ham kelmasin. Biz unga navigator qo'yganmiz. Voy, jonidan navigator qo'yishibdi. Mana bu shunda menga suv to'yga tushsam havo beradimi? Zo'r. Mana buni transport desa bo'ladi. Xo'sh, onajon, meni nega chaqirdingiz? Xullas, qachon chiqib ketishni reja qildilaring? Ha, biz albatta 2 oyda chiqib ketamiz. Agar dadang hozirda tirik bo'lganlarida seni ham, eringni ham bu yerdan yo'qotib yuborgan bo'lardilar. Oyi, qaytanga bu yerda qolganimiz yaxshi-ku, siz bilan o'tiribmiz. Siz uyda yolg'iz qolganingiz yo'q. Siz bilan birga yashayapmiz. Sen odamlarning gapini ko'rganing yo'qmi, ya'ni eshitganing yo'qmi? Eri 3 kuyov ekan, xotini uyga yashab yuribdi degan gaplar tarqalgan qishloq bo'ylab. Odamlarni og'ziga elak tutib bo'larmidi? Ularning gapiga nima qilasiz kerak? Bizga atigi 2 oy muhlat bering, biz tez orada chiqib ketamiz. Mayli, men sizlarga 3 oy vaqt beraman, ungacha chiqib ketinglar. Xo'p, bo'ladi onajon. Chechagim baylandi, qozon tili aylandi. Ayloningdan bermasang, qozon tovog'ing baylandi. Hatto yerdan qidirib chiqib, boy ko'sak, Qaysi biring baqiryapsan? Qaysing baqiryapsan? Jonga tegdilar. Tinchlik yo'q bu xonadonda. Bidir. Jonga tegdilar. Padaringlar, siychaklari. Jonimga tegib ketdilar. Har kuni baqir chaqir, jonimga tegdilar. Labirintingga ham seni. O'chir ovozingni. Padaringlar, siychaklari. Mana bu eshigingni ham ko'zim ko'rmasin. Jonimga tegib ketdi, yopilaveradi. Assalomu alaykum. Nima xohlaysan? Joyimga tegib ketdilar-ku. Abidga muxlashga qo'ymaysizlar. Joyimga tinchgina yotuvdim. Biz boychichak aytib keldik, babajon. Yaxshi ham ertalab aytib kelibsan. Agar oqshom aytib kelsayding, ikkalangga basharangga buzasiz. Xo'sh, bolajonlarim, endi tinchlanib olsak. Men sizlarga hozir pul beraman. Bu yomon ish emas. Rahmat. Xo'sh, bolajonlarim, unda men sizlarni xursand qilaman.
Mana shu pullarni ko'ringlar va og'izlaring ochilsin. Og'izlaringga siqqanicha so'ranglar. Meni asabimni buzasizlar baqa. Voy onajon, buncha ko'p pul, hozir hushimdan ketib qolaman. Iltimos do'stim meni qutqar. Xo'sh, o'g'lim, meni chaqirgan ekaning. Nima gap? Xo'sh, Adhamni milisa ushlab olibdi. Sho'rikni yuborsam esa sho'rik buni qila olmaydi. Chunki sho'rik Adhamdan ham battar. Shuning uchun bu ishga sizni yubormoqchiman, ustoz Farmonov. Xo'sh, bora bilasizmi? Albatta bora olaman. Как раз men yangi afson o'rganganman. Buni ismi og'riqni his qil deb nomlanadi. Bizning jamiyatimizda bizga uch kuyovlar kerak emas. Bularda bitam yo'q, uyat ham yo'q. Xotin uyiga yashab yurar. Odamlar gap so'zini ko'tarib. Bizning jamiyatimizda uch kuyov nima kerak? Foydasi tegmasa bir tili. Asabizar, xotin uyiga barobarmi? Hozir men uch kuyov, uch kuyovi bilan yo'qib kelaman bularni. Qani salom. Salomingni yeb qo'yganmisan? Menga qara deyapman, men sen bazaringni eshakni. Amaki, sizning kallangiz joyidami? Nima demoqchisiz? Men senga mana nauchilisda qancha deyapman. O'girib ham qaramaysan. Ataga yarim stak zumrad turadi. Ha, unda men buni minib ko'raychi. Nimaga bu meni tushirib olyapti? Padaringni eshakni. Nimaga tushirib olyapti? Agar sizga beyoqmagan bo'lsa, haybekasini ko'ring. Xo'p, hozir ko'ramizda haybekasingni. Jinorsin, jonim ketyapti-ku. Nima tushiryapti? Padariga haybekasingni. Hayvonlaring yovvoyi bo'lsa, qo'lga o'rgatilmagan bo'lsa, nimaga olib chiqib sotyapsan? Bular yovvoyi emas, qo'lga o'rgatilgan. Bularga sizning dumbangiz og'irlik qilyapti. Vazningizni padaringni eshakni. Senga kim tarbiya bergan o'zi? Otangga ming la'nat seni. Tarbiya bergan otangga ming la'nat. Trep jutsu. Uzr fermer, senga tegib ketgan bo'lsa, qalban uzr so'rayman. Lekin mana u kuchukni odam qilish kerak-ku. Hayvonlar bo'lmasa cho'milib boraman-da. Hali seni alamini olaman, uch kuyov. Uy olganimiz sharafi bilan bayram. Va nihoyat sizlar uy oldingiz. O'g'lim, tabriklayman, yangi uylaringiz qutlug' bo'lsin. Ha, men Davud, ustoz Farmonov tezda uyga qayting. U allaqachon uyga pul yig'ib bo'ldi. O'chir ovozingni. Men dengizda qanday qiynalib o'tgan bilsam, seni mana bilardi. O'chir musiqa. Hozir og'riqni his qilishni o'rganasanlar. Itamiyo, kanjiro. Itamiyo, kangayro. Itamiyo, uketor. Itamiyo, oshshir. Itamiyo, shironi monani. O'zi tashqarida nima bo'lyapti? O, tog'a, bayramga keldingizmi nima bo'ladi? Keling, choy ichamiz. O'chir ovozingni. Hozir men seni yer bilan yakson qilib tashlayman. Agar hozir bunday baqiraversam, afsun buzilaveradi. Ha, mayli, unga e'tibor bermasdan. Itamiyo, kanjiro. Itamiyo, kangayro. Itamiyo, uketori. Itamiyo, oshshir. Itamiyo, shironi monani. Antonio Hayava Vakran. Kokoyori. Sakaini itamiyo. Shinnatinse. Bu kuningdan battar bir uch kuyov. Ha, voy jinorsan, boshqa joylarga zarar yetibdi. Azatda uch kuyov bo'ldi-ku. O'zim ham ruscha gapirib boryapman-ku. Azaton tarjimasini bilmasam nima qilay men? Endi Adhamni topib qamoqxonadan chiqarish kerak. Bilmadim qaysi qamoqxona, ammo men topolaman, chunki endi 3 ta o'rganib oldim. Endi bu yerda qiladigan ish ham qolmadi. Mayli, hammaga sog'lik-omonlikda ko'rishguncha.